Assalomu alaykum. Oson sehrli oshxonamizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan milliy taomimiz bo'lgan oshni uy sharoitida tayyorlashni o'rgataman. Ishimizni qo'y yog'imizni to'g'rashdan boshlaymiz. Bizning uyda faqat xo'jayinim yaxshi ko'rganligi uchun ozgina soldim. Sizlar xohishga ko'ra ko'proq solishlaringiz ham mumkin. Mayda qilib to'g'rab olamiz yog'imizni. So'ng qizib turgan qozonimizga solib, tillarang bo'lguncha qizartib olamiz. Bu oraliqda esa sabzimizni ham sog'incha shaklda to'g'rab olamiz. Qizigan jizzamizni olib, qizib turgan yog'imizga bir cho'michdan ozgina ziyodroq yog' soldim. Piyozimizni ham pare-pare shaklda to'g'rab olamiz. Qizigan yog'imizga endi go'shtimizni solib, 2-3 marta qo'zg'ab, aralashtirib, qizartirib olamiz. Qizargan go'shtimiz ustiga piyozlarimizni ham solib, uni ham tillarang bo'lguncha piyozimizni ham qizartirib olamiz. Qizargan piyozimiz ustiga sabzimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va biroz qovurib olamiz. Qo'y yog'imiz jizzamizni ham solib yuborib, qovurilgandan so'ng ustiga suv quyib, tapga tuz, chusmoq solib, suvni botar-botmas quydim. Past olovda yarim soat qaynatib olamiz. U oraliqda esa guruchimizni yuvib, tozalab, qaynagan suv quyib, yarim soatga tindirib qo'yamiz. Mana ziravorimiz ham tayyor bo'ldi. Endi evitilgan guruchimizni solib, hamma joyini bir tekisda tekislab chiqamiz. Va ustidan botar-botmasda suv quyamiz. So'ng tuz solamiz, zira solib, yaxshilab qaynatib olamiz. Qaynagandan so'ng yana aralashtirib turamiz. Qaynamay qolgan joylari ham yaxshilab aralashib ketishi kerak. Shunda ola-bila bo'lib qolmaydi, aralashtirib tursangiz guruchini. Mana bu guruchimiz, oshimiz ham tayyor bo'lay deb qoldi. Yana buni yaxshilab o'rtaga uyib olamizdan. Shu yerda sizlarga kichik sirimni aytib o'taman. Ozgina sariyog' qo'yib, ozgina ustidan shakar sepib yuboraman. Juda ham mazali bo'ladi oshimiz. Mana ko'rib turganlaringizdek oshim ham tayyor bo'ldi. Video sizga yoqdi deb o'ylayman. Keyingi videogacha ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.